Dropshipping shar'an to'g'rimi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Dropshipping savdo usuli shar'an to'g'rimi? To'g'ri bo'lmasa, bu hukmning tafsilotini va sababini qoldirib qo'ysangiz. Alloh rozi bo'lsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Qaysi bir tür tijoratga kirishdan avval hukmini bilish zarur. Bo'lmasa, bir muddatdan keyin to'g'ri emas ishni qilibdiq deb yenishga to'g'ri keldi. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, yaqinqi yillardagi texnologiya sohasidagi zo'r taraqqiyotga ergashib, ikki taraf safar qilmaymi, bozorga bormaymi, eng tez suratda savdo qilish imkoniyati tug'ildi va qit'alar, shaharlar orasidagi masofa yaqinlashdi. Natijada elektronlik tijorat paydo bo'ldi. Elektronlik tijoratning xilma-xil shakli bo'lib, jazoniga, noaniqlikqa va aldashga yotmaydigan shaklda to'g'rida mal sotishga bo'ladi. Tor usbonlarda setish usullari intayin ko'p bo'lg'achqa, umumyuzlik bir hukm berish to'g'ri bo'lmaydi. Ammo ba'zi setish usullarida ba'zida cheklangan ishlar yoki noto'g'ri shartlar bo'lib qolishi mumkin. Shunga har kim duch kelgan ahvolda ko'ngli xotirjam bo'lmagan nuqtani so'rab oydinlashtirib olsa bo'ladi. Masalan, dropshipping bir shakli bo'lib, bu xil savdo joiz emas. Shunga buning hukmini va cheklanish sababini oydinlashtirish uchun tuvandagi bir qancha atalg'ularni ta'riflashga to'g'ri keladi. Tijorat arabcha almoq, satmoq va savdo qilmoq degan ma'nolarda bo'lib, shar'at istilohida foydani ko'zlab mol-mulk va tovarlarni olib sotishdan iborat. Tijorat qilish pul tepish yo'llarining eng afzallaridan bo'lib, islomda tijoratda rostchil, samimiy va kang qo'rsoq bo'lishdek odob qoidalari, saxtalik qilmaslik, aldamchilik qilmaslik, yolg'on qasam qilmaslik, ilgida bo'lmaganni sotmaslik, monopol qilmaslik va boshqalarning savdosini buzib, savdo qilmaslikdek cheklamalar bor. Elektronlik tijorat, at-tijaratul elektroniyya inglizcha turlik atomlarni hosil qiladigan intayin kichik manfiy zarracha degan ma'nodagi elektron kalimasi bilan sifatlangan tijorat turi bo'lib, internetga o'xshagan biror elektronlik vosita bilan ilm-satim to'xtamlari qilish, tijoriy munosabat o'rnatish, tovarlarni tarqitish, bozorga solish va sotish ishlarining jug'lanmasidan iborat. Savdoda shart qilgan shar'iy o'lchamlar topilgan taqdirda elektronlik tijoratning joizligida davr olimlari birdaq qarashda. Dropshipping inglizcha to'shimay ambarsiz vakolatchilik ma'nosidagi bir xil elektronlik tijorat usuli bo'lib, buningda shaxslar AliExpress va eBay degandek torbatlarida o'zlariga xos internet supisi yoki sahifa qurib, uningda o'zlarining ilkida va ig'dorchiligida bo'lmagan, boshqalarning ilkida va ig'dorchiligida bo'lgan tovarlarni foyda qo'shib parcha sotadi. Xaridorlar torbatdan ma'lum tovarni sotib olganida, torbat egasi u tovarni egasidan sotib olib, xaridorning adresini beradi. Tovarning egisimi tovarni shu adresga avatadi. Natijada torbat egasi avatish va yetkazish avarishligiga yo'liqmasdan ham sarmoya solmasdan ikki baho o'rtasidagi farqni paydo oladi. Demak, dropshipping odatdagi tapan haqqi olib voschilik qilishdan farqlanadi. Chunki buningda xaridorga bir narsa sotganda, birinchi, sotquchining u tovar bilan hech aloqasi bo'lmaydi. Amazonda dropshippingga ruxsat qilinmaydi, lekin tovarni ambariga qashlab olib sotish usuliga ruxsat qiladi. Salam oldin pul topshirish savdosi, arabchada bu so'z oldin berish, oldin topshirish degan ma'noda as-salafu degan so'zni shu ma'noni bildiradi. Islom fiqhida ig'dorlikni pulda darhol, tovarda ma'lum vaqtdan keyin ro'yobga chiqaradigan savdo kelishimini ko'rsatadi. Bu savdoda pulni oldin naqd berib, tovarni ma'lum muddatdan keyin topshirib oladi. Altun, kumush va qog'oz pullarni sotib olish uchun salam savdosi durust bo'lmaydi. Chunki salam degan pulni oldin berib, tovarni keyin topshirib olishdan iborat. Altun, kumush va qog'oz pullarni sotib olishda naqd-munaq bo'lmasa jazoni bo'ladi. Shunga uningdan boshqa sifati aniq bekitkili, miqdorini belgili bo'ladigan har qanday tovarda salam savdosi durust bo'ladi. Yana har ikki tarafning bu savdoni qilish yoki qilmaslik ixtiyorligi bo'lmasdan savdoni kesib qilish kerak. Bo'lmasa joiz bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu savdoning shartlarini bayon qilib, kimki malga oldin pul o'tkazib qo'yadi ekan, kamchanni aniq, ig'irlikni aniq va malni topshirib oladigan vaqtni aniq belgilab pul o'tkazsin degan. Bu xil savdoning shar'iy hukmiga kelsak, dropshipping savdo usuli shar'an to'g'ri emas. Buning sababi tuvandikicha. Birinchi, savdoga munosabatlik muhim shartlardan biri sotgan tovar sotquchining qo'lida va ig'dorchiligida bo'lishi shart. Qo'lida va ig'dorchiligida bo'lmagan narsani sotsa bo'lmaydi.
Bu savdo o'z ilkida bo'lmaganni sotishdan iborat bo'lib, bu savdoda savdo qilib olmagan narsani boshqalarga sotadi. Hakim ibn Hizam radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydi: "Men, ya Rasululloh, birisi kelib mendan ilkimda bo'lmagan narsani sotib olmoqchi bo'ladi. Uninga sotib bo'lib, keyin bozordan olib bersam bo'lamdi?" deb so'rasam Rasululloh: "Igdorchiligingda bo'lmagan narsani sotma" degan. Bu hadisga asosan igdorchiligida bo'lmagan narsani sotib bo'lgandan keyin boshqalardan sotib olib, ondan topshirsa bo'lmaydi. Ikkinchi, igdorchiligida bo'lsa-mu tovarni qo'lga topshirib olishdan burun sotishga bo'lmaydiganligi haqida hadislar kelgan. Masalan, Tavus rivoyat qiladi-ki, Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'sqan narsa oshliqni qo'lga topshirib olmay sotishdir. Men har qanday narsa shuningga oshliqqa o'xshash deb o'ylayman degan. Ibn Umar radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki oshliq sotib oladi ekan, uni to'liq topshirib olmay turib sotmasin degan. Yana bir rivoyatda kimki oshliq sotib oladi ekan, uni qo'liga topshirib olmay turib sotmasin degan. Bu hadislar yuqorqi birinchi nuqtadagi hadisning hukmini taxmin kuchlantirdi. Chunki birinchi nuqtadagi hadis igdorchiligida bo'lmaganni sotishdan to'sqan bo'lsa, bu hadislar igdorchiligida bo'lsa-mu qo'liga topshirib olmagan narsani sotishdan to'sqan. Dropshipping savdo usuli bo'lsa, ham igdorchiligida bo'lmaganni, ham qo'liga topshirib olmagan narsani sotishdan iborat. Bu yerda shuni qo'shib qo'yish kerakki, keyingi hadislardagi cheklama oshliq haqida kelgan bo'lg'achqa, barliq olimlarning birda qarshida igdorchiligida bo'lsa-mu qo'liga topshirib olmagan oshliqni sotishga bo'lmaydi. Yana naq nasiy bo'lish jihatdan oltin, kumush, qog'oz pullarni sotishga bo'lmaydi. İmam Abu Hanifa'nın qarshi bo'yicha uy mulkdan boshqa narsalarni, İmam Shafi'ning qarshi bo'yicha har qanday narsani, İmam Ahmad qarshi bo'yicha kamchillanadigan va tarozilanadigan narsalarni sotishga bo'lmaydi. Faqat İmam Malikning qarshi bo'yicha igdorchiligida bo'lgan, ammo qo'liga topshirib olmagan narsani sotish joiz bo'ladi. 3. Dropshippingchini vositachi deganimi bo'lmaydi. Tovar egasi bilan uning o'rtasidagi munosabatmi bozorga solib sotib berish munosabati emas. Chunki dropshippingchi mahsulotni vositachi sifatida emas, o'zining mulki sifatida sotadi. Xaridormi dropshippingchini asli egasi deb o'ylab, uningdan tovarni oladi. Ammo vositachilik sotishda asli egasidan oladi. Ya'ni vositachi bu ahvolda sotquchi emas, balki bozorga solg'uchi edi. Uning ustiga vositachi degan savdoni putursa, topan haqqini sotquchidan yoki bir tarafga yo'llanmagan taqdirda har ikki tarafdan oladi. Dropshippingda bo'lsa, tovar bahosini oshirib sotib, ortiqini oladi. Shunlashqa dropshippingchini vositachi degili bo'lmaydi. 4. Yuqorqi nuqtadan vositachi bilan vakilning farqi o'ttirg'a chiqadi. Vositachi yo'llang'uvchi yoki sotgan tovariga qarab choy olg'uvchi, agar uningga savdo ishi to'liq topshirilgan bo'lsa, bu vakolatdan sotib qo'yg'uvchiga aylanadi. Halbuki dropshippingda vakolat yo'q. 5. Dropshippingda yana o'zini mahsulot egasi qilib ko'rsatib, boshqalarni qo'llash, tamojna chiqimiga aloqador aldamchilik bilan e'lon tashviqotidagi aldamchilik, yolg'on baho va yolg'on xaridorlarni yasab iste'molchini aldash, boshqalarning savdosini buzib xaridor tortib olish kabi saxtliqlarmi yo'q emas. Dropshippingda dropshippingchi amaliyotda vujudga chiqmaydigan tizli boy bo'lish tushini o'yg'oq turib ko'rdi. Signal Arnak torbetida Jan Patist o'zlarini aldang'uvchilar deb qaragan xaridorlarning qissalarini bayon qilib mundaq deydi. Bu ikki yuzlamilik aldamchilik bo'lib, buningda bir tovarga erishib, savdodan keyingi mulozimatni ko'zlagan va ko'zlaganga erishalmagan iste'molchilar aldanadi. Yana foydaga erishaman deb ham xiyol qilgan dropshippingchimi aldanadi. Lekin haqiqiy foydani bir necha minutda Shopify va Facebooklar kabi tijorat supasi qurib beradigan vositachilar, yana mushu xil tijoratni tushuntirib mashq qildiradigan kishilar oladi. Mazkur sahifaning deyishicha, dropshipping nihoyatda qiyin bozor. Uningda yuzlagan supalar raqobatlashadi. Bu supalarning ba'zilarini bu ishga hech qanday chiniqmagan kishilar ochadi. Ko'pincha ahvolda hammasi shu bir tovarning o'zini o'xshash bahoda sotadi. Shunga ba'zilar uchun bu sohada tijorat qilish mumkin emas darajaga bordi. Bu tajribani beshidan o'tkazgan amerikalik Cody ishning undoq oson emasligini tezla bayqagan. U Le Monde gazetiga bergan suhbatida mundaq deydi: "Men supamni qurib boshlagandan keyin dastlabki haftada ba'zi narsalarni sotdim. Lekin mening Facebookda nishonliq e'lon qilish borasida yetarli ma'lumotim yo'q edi. Bir chiroqni $30 foyda olish uchun $70 ga sotdim. Lekin xaridorim Kanadada bo'lg'achqa $25 kira to'lab, faqatla $5 foyda ola oldim." Bu turli xiyim xatarga tizli yig'ilib qoladigan rasmiyat pullari qo'shiladi.
Buning ichida bu sohada eng mashhur bo'lgan Shopify'ga supa ichib berish, boshqarish va pul to'lash sistemasini boshqarib berish qatorliq mulozimatlar qarshiligida har oyda $30 ishtirok pulidan tashqari savdo summasining 2%ni sherinkani to'laydigan gap. Le Monde gazetimi doklad tayyorlash maqsadida bu mulozimatni bevosita o'zi sinab ko'rgan. Yarim soatga barmagan vaqtda galastuk setish uchun internetda bir supa qurgan. Buni sinab bo'lgandan keyin taqib o'tgan. Jungoda 2 yevro sotiladigan bir galastukni 100 yevroga sotib olgan. Mazkur gazet yana Shopify jinoyatga ittiramdi qandoq degan savolni qo'ygan. Chunki bu o'rin AliExpress tor betidagi iste'molchini bu supalarning nurg'un xaridorlari bor deb qo'llaydigan baho mulohizalarini ko'chirib akilishga ruxsat qiladi ekan. 2018 yilga qadar yolg'ondan palani pistonilar palani tovarni sotib oldi deydigan yolg'on uqtirishlarni ko'rsatadigan ko'znak bor edi. Keyin taqib etilgan bo'lsa-mu, texnikaga ustaroq kishilar buni qila oladi. 6. Dropshipping salam oldin pul topshirish savdosidan bir qancha nuqtada farqlanadi. 1. Salamning shartlaridan biri pulning oldin topshirilishi bo'lib, dropshippingda bu shart topilmaydi. Lekin salamda sotquchi bu pulni darhol xarjlay oladi. Balkim tovarni tayyorlashda u pulga ehtiyoji bo'ladi. Mana bu pulga ega bo'lganligining natijasidir. Ammo dropshippingchi toki tovar egasiga tegib ma'lum vaqt o'tmaguncha u pulga ega bo'la olmaydi. Ya'ni salam savdosidan ko'zlangan narsa buningda yo'q. Yana salam savdosida sotib oluvchining tovarni arzon bahoda sotib olishi ko'zlangan. Bu dropshippingda topilmaydi. Chunki xaridor tovarni asli qimmatidan yuqoriroq bahoda sotib oladi-da, ziyon tortquchiga aylanadi. Demak, salam savdosining joiz bo'lishining sababi yuqorqi 2 nuqtadan ehtiyoj bo'lib, dropshippingda tovarni bozorga solish bilan tez va qulay foyda olish ko'zlanadi. Uningga ehtiyojmi yo'q. 2. Dropshippingda tovar savdo qilish bilan dropshippingchi tarafidan emas, tovar egasi tarafidan xaridorga avatiladi. Salam savdosida bo'lsa, ma'lum vaqtdan keyin tovarni avatadi yoki topshiradi. Demak, bu savdoda ma'lum vaqtdan keyin topshirish sharti yo'qdek. Faqatla avatish qanchalik vaqtda vujudga chiqsa, topshirish shunchalik vaqt kechikadi. 3. Dropshippingda bo'lsa, dropshippingchi 2 savdo qiladi. Biri o'ziga xos internet supasida ega bo'lmagan tovarni supatiga asosan sotadi. Andan u tovarni egasidan sotib olib, xaridorning adresini beradi. Natijada u 2 salam savdosi qilib, birinchi savdoda sotquchi, ikkinchi savdoda sotib oluvchi bo'ladi va xaridorni topshirib olishda vakil qilgandek bo'ladi. 2 savdoni bir-biriga chetishmi to'g'ri bo'lmaydi. 4. Salam savdosining joiz bo'lishining bir sharti hadisda ko'rsatilganidek malni topshirib oladigan vaqtni aniq belgilash bo'lib, dropshippingda topshirish vaqti aniq bo'lmasdan, palani kundan pukuni kungacha degandek taxminan bo'ladi. Taqa oxirgi u kunidami kechikib ketishi mumkin. Topshirish vaqti yana sotib oluvchining adresining yaqin-yiroqligiga qarab farqli bo'ladi. 5. Salam aslida yo'q tovarning savdosi bo'lsa, dropshipping sotquchining qo'lidan yiroqda, boshqa birisining qo'lida bor tovarning savdosidir. 6. So'nuq yoki buzuq chiqsa, qaytadan avatishga to'g'ri kelsa, tovar egasining qo'lida tovar tugab ketib qolsa yoki to'g'ri o'rinlashtirib avatib berolmasa, dropshippingda topshirish vujudga chiqmaydi. 7. Salamda mal egasi bilan xaridor ikki tarafli bo'lsa, dropshippingda 3 taraf bor. Xaridor bilan tovar egasi dropshippingchini shundaqla qanchalik foyda olganini aniq bilmasligi, xaridormi tovarni boshqa birining sotib avatadiganligini bilmasligi mumkin. Dropshippingchi xaridorga o'zini tovar egasi deb tunishtirsa, tovar egasiga o'zini xaridor deb tunishtirsa, bu aldamchilik bo'ladi. 8. Salam normal savdo va tijorat bo'lg'achqa, uningda bozorning o'rlab tushishi bilan sotquchi va olg'uchiga foyda yoki ziyon bo'ladi. Ammo dropshippingchi asosan ziyonga uchirmaydi. Ambarlash, yutkash, avatish va yo'qab ketsa to'lash chiqimlariga ega bo'lmaydi. Faqatla tovarning saq yetkazilmasligidek ba'zi bir ahvollarda ma'lum ziyon tortishi mumkin. Buni tijoratdagi ziyon degili bo'lmaydi. Demak, bu ishda savdoning o'zida foyda 100% kafolatlik, ziyon 0%. Buning o'zi bu savdoni harom deyishga bo'ladi. Aslida tijoratda ziyon tortish bo'lsa, ziyonni dropshippingchi ko'tarishi kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning foyda ziyon tortishga bog'liq degan hadisi bilan ziyoniga mas'ul bo'lmagan narsaning foydasini olish halol bo'lmaydi degan. Yana bir hadisiga shundaqla foyda olish ziyon tortish mas'uliyatiga qarashliq degan fiqhiy qoidaga dropshippingda amal qilinmaydi. 9. Salamda Madinadagi bog'vallarning odatda xorma bog'lari bor edi. Bog'lar odatda xorma ishlab chiqarishni to'xtatib qo'ymaydi.
ham ular xurmaga o'zlari ega bo'ladi. Dropshippingchining qo'lida xurmami, bag'mi yo'q. Ishlab chiqaradigan zavod boshqalarning qo'lida ham ishlab chiqaradigan tovarmi davomli o'zgarib turadi. Mabodo tovar ishlab chiqarayotgan zavod ma'lum tovarni ishlab chiqarishni to'xtatsa yoki taqalsa, topshirish mumkin bo'lmay qoladi. Valhasil, dropshipping joiz emas. U salamga yoki vositachilikka tushmaydi. To'g'risi, tovarni elib, andan setish yoki vositachi bo'lish yoki ikki tarafning biriga vakil bo'lish. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.